Umrim ketdi desam ham bo'ladi. Haligacha o'qiyman. 27 yil ichida asosan bilasizmi, juda ko'p bilim orttirdim. Faqat o'z ustimda ishladim. Men unaqa nima deydi, kasbda ketidan nimagadir erishish uchun ishlamayman-da. Asosan shu bir kimgadir yordamim tegsin, rezultat qilay yoki shuni ustiga bilimimni ko'p orttirdim, lekin haqiqatan ham qancha vaqt, qancha mehnat, umrim ketdi desam ham bo'ladi. Haligacha o'qiyman. Strashniy muammolar bilan asosan akna yuzasidan ko'p kelishadi, o'ta dog'lar bilan ko'p kelishadi yoki chuqur ajinlar bilan kelishadi. Shu. Lekin men har bitta masalan kelgan patsientga, masalan o'sha og'ir holatga kelgan patsientga aytmoqchi bo'lardimki, yoki ota-onalarga aytmoqchi bo'lardimki, sizlar muammoni bilasizmi, chuqur sostoyaniyaga keltirmaslik kerak. Уже boshlanishiga tegdimi, buni уже keltirish kerak. Boshlanishiga mutaxassisni masalan bilgan holatda uchrash kerak deb o'ylayman.